Assalamu alaikum ko'rmanlar. Bu qatimqi suhbat programmamizga xush keldinglar. Biz bugun Xitoy bilan Qozog'iston o'rtasidagi o'zaro viza kechirim qilish kelishimini va uningki oqibatini ko'radigan holda mulohaza qilib boramiz. Mehmonlarimiz tadqiqot markazimizniki mudiri Abdullakim İdris efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yana biri tadqiqot yetakchimiz Ilshad Hasan efendim. Ilshadga hoş geldiniz. Assalamu alaikum ve aleyküm assalam. Hoş. O'tgan ayninki 13 kuni Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi Xitoy bilan o'zaro viza kechirim qilish kelishimi imzolaydiganligini jakoladi. Şunun bilan bu Xitoy bilan Qozog'iston o'rtasidagi viza kechirim qilish mayli Qozog'istonning ichida bo'lsin yoki tashqi dunyoda bo'lsin ta'sir qo'zg'adi. Biz Qozog'iston Sharq Turkistonning qo'shnisi bo'lganligi uchun va bizning Sharq Turkistonda ko'p sonda qozoq qarindoshlarimiz bo'lganligi uchun bu kelishimniki Xitoy Qozog'iston munosabati shundaqla rayonga ko'rsatadigan ta'sirini o'ylashib turib, buningki Uyg'urlar bilan bevosita munosabati borligini his qildik va shuning uchun bu haqda cho'nqur bir mulohaza yurgizishni muvaffaq ko'rdik. Endi Qozog'iston o'tgan yili 7 oyda Xitoyga 14 kunlik muddatda viza kechirim qilgan edi. Shu vaqtda İran va Hindiston qatorli davlatlar qatorida Xitoy fuqarolarininki 14 kunlik Qozog'iston zaminiga kirib turishiga ruxsat qilgan. Ammo bu qatimqi kelishim bo'lsa, ham Xitoy Qozog'iston fuqarolariga kechirim qildigan, ham Qozog'iston Xitoy fuqarolariga kechirim qildigan, o'zaro bir-biriga viza kechirim qildigan bir kelishim bo'lib, Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan uqtirishlar qaraganda, bu kelishim bo'yicha bo'lganda har ikki davlat fuqarolari 6 oy ichida 180 kun, har qatimliq kirgan vaqtda 30 kun aşmagan ahvalda bu iki devlette o'zaro vizasiz tura oladi ekan. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrininki bu to'g'riliq bergan 1-mayda bergan tushuntirishiga qaraganda bu kelishim faqat savdo va sayohat ishlariga tatbiqlanadi ekan, ishchilik uchun ayrim viza iltimos qilish kerak ekan. Endi kelishim haqidagi mazmunlar bu kelishim tahi icra qilinmadi, yo'lga qo'yilmadi. Xabarlarga qaraganda mushu ayninki 14-15 kunlari Xitoyning Xi'an shahrida Qozog'iston Tashqi ishlar ministri bilan Xitoy Tashqi ishlar ministri o'rtasida bu kelishim imzolanmoqchi. Bu kelishim imzolanib yo'lga qo'yilgandan keyin endi Xitoy Qozog'iston munosabatida va rayonda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Biz bugungi mulohazamizni mushu haqda olib boramiz. Oldi bilan Ilshadga sizdan boshlab so'ray. Bu kelishimninki Qozog'iston Xitoy o'rtasidagi munosabatga ko'rsatadigan ta'sirini, rayon ko'rsatadigan ta'sirini siz bir so'zlab o'tgan bo'lsangiz. Yoki bu kelishim nima uchun tuzildi, buning orqasida nima bir maqsadlar yashiringan, bularning hammasini aytib bersangiz daha yaxshi. Buldu. Seviyerimden yetişçe üzemden düşençisini bir ortaklaşay qarindoshlar bilan. Qozog'iston O'rta Osiyodagi 5 cumhuriyatning ichida mustaqil bo'lgandan keyinki selishtirgan vaqtida bir qadar muqim iqtisodiy jihatda taraqqiyotini kontrol qilib, bir qadar yaxshi bir iqtisodga erishgan davlatlarning birisi hamdi. Buni shu O'rta Osiyodagi 5ga selishtirganda bu yerda Qozog'istonninki afzalligi birisi o'zininki tabiiy boyligi. Onu zapas, may, gaz bu tarafdaki. Yani birisi hamdi Rus bilan bo'lgan zich munosabat, undan keyin Xitoy bilan bo'lgan eng keng ko'lamdagi bir chegara bor. Undan keyin bu chegaralar burundan bir asos nimalar silinib bo'lgan, yaxshi bir asliyalar bor bu yerlarda. Shuning uchun foydalangan. Ham bo'libmi yaqinda Rusninki Ukrainaga tajovuz qilishidan keyin
Rus bilan bo'lgan munosabatda Qozog'iston bo'lsin, O'rta Osiyodagi jumhuriyatlarning hammasi bir xil andishda. Bu andish Rusninki ochiq oshkora bo'libmi ba'zi Rusning siyosatchilarininki Sovet parchalangandan keyinki bu mustaqillik davlatlarninki huquqini e'tirof qilmaydiganligi, buni ochiq yoki yoshirin holda ifodaligini hammasini andishga soldi. Iqtisodiy jihatda Xitoydan foydalanayotgan Qozog'iston o'zininki manfaati uchun mana degan vaqtida Rus bilan Xitoyning oralig'ida siyosat tanglikni saqlashga uriniyotir. Endi yana birisi Amerika bor bu yerda. Amerika amma bu yerda yiroq bir davlat. Bunun içindeki hem de ilkime üzem Amerika'da tuğalığım için Amerika'nın maqtaş emas. Amerika'nınki siyaseti yardım kığa vaxtıda talepleri cık. Meyli kişilik, hukuk, bu cihetlerden kanuni, başkuruş, erkinlik, matbaa erkinliği qatarlık. Şunun için bu O'rta Osiyodagi devletler meyli Qozog'iston bo'lsin hammasi texi bütünlay bir ochiq demokratiya yo'liga menib bo'lmagan. Şunun için Amerika'nınki yardımını bütünlay qabul qilib ketamaydi. Çünkü o yardımlarga shart var. Şunun için Rus bilan Xitoyning birsidan tanlash kerak. Hozirgi sharoitda Rus birsi Ukraina urushidan keyin ochiq oshkora bu Sovet parchalanganiki davlatlarning egilik huquqini, ularning zimin huquqiga e'tirof qilmaydiganligi bu tarafdagi odamlarni cho'chisa bu yerdagi burun mustaqil bo'lgan davlatlarni. Yana bir jihatdan Rusning iqtisodiy jihatda hozir hech qanday ta'sir kuchi yo'q. Mayli O'rta Osiyoga olsun, mayli Qaygallarga, Rusninki yenidagi qo'shinlarga olsun, Rusdan hozir iqtisodiy manfaat chiqmaydi. Bunda bir sharoitda Qozog'iston hamda hozir birdan-bir Amerikadan qolsa balkim yana bir iqtisodiy kuch yo'q Xitoy bo'lib qoldi. Shuning uchun buningdan foydalanib Xitoy bilan bo'lgan savdoni kuchaytirish. Ama lekin bu demaklik meningcha yaqinda o qanchinchi oyninki 2. ayning 2'si Jamestown Amerikaninki yana bir aqlan biri. Bularning chiqargan bir maqolasi var. In Kazakhstan Generation Z on alert over China deydi. Bu maqolani bir o'qishga tegishlik yaxshi bir maqola. Uning yanida deydi Qozog'iston ninki yeni avlod, yani 2000'den keyingi tug'ilgan yoshlar Xitoy bilan bo'lgan munosabatda nihoyatda hushyorlik bilan iperyapti. Buning ichida jiq mazmunlar bor. Masalan, Qozoqning yoshlari oliy maktabda o'qiyotganlar Xitoy bilan bo'lgan savdodan foydaning kelayotganligini ko'z tutgan bilan Xitoydan kelayotgan tahdidni tang bir vaqtda buni his qilg'iliq. Ama bu yerda Qozog'istonning jug'rafiyalik o'rni Qozog'istonni mana degan vaqtida Xitoy bilan bu bo'lgan iqtisodga majburlayapti. Rusdan hech qanday bir nima yo'q. Amerika jiroq. Uningdan boshqa davlatlar Qozog'istonchilik masalan iqtisodiy bir bakchoq manfaat bir-birisiga eklanmaydi. Shuning uchun bu qitimki bu mayda mening bor da'vatqinim faqat amaliyotni tushuntiryaptimi bu yerda ya birisini aqlash yoki birisini nima emas. Shuning uchun Qozog'istonningki Xitoy bilan bo'lgan bu viza kechirim qilish buningdagi maqsad hozirgi sharoitda bo'libmi To'qayev prezident bo'lgandan keyin iqtisodda Covid bir necha yil hamma davlatlar iqtisodda oqiq chekindi. Buningdan keyin bir yangidan bir iqtisodni kuchlantirish bo'libmi oraliqda bir qo'zg'alanglar bo'ldi. Buningdan keyin hozirgi bu hukumatninki mana degan vaqtida innovatimi xalqning orasida ma'lum darajada innovatimi tushdi. Shuning uchun har qanday bir yangi chiqqan hokimiyat innovatni o'ngshashning birinchi yo'li iqtisodda azroq xalqqa manfaat berish. Bu manfaatning hamda qayerdan kelishidan bakarak surishni qilmay, oldi bilan shuni akirish. Ama lekin meningcha Qozog'istonningki xalqi bo'libmi yoshlari mayli maqoldikisi bo'lsin yoki mening Qozog'istondagi bolalar bilan bo'lgan aloqamda qozoq bolalar bilan telefonlar paranglashima hammasida Xitoyga bo'lgan hushyorlik nihoyat kuchli. Bo'libmi hozir qozoq xalqininki Xitoyning
kelib bu yerda muhitlarni buzishi, bu yerdagi boyliqlarni qezib, ammo lekin yerlik xalqlarga jiq manfaatning kamiganligi, o'zining xitoylarini kelib u yerda ishiltib, yerli qozoq bo'lsin yoki boshqa xalqlarni ishlatmaganligi, buning hammasiga bo'lgan Xitoyga bo'lgan nafrat, o'chmanlik, Xitoyga bo'lgan bir xil taqobul turish, ularni rad qilish ideya bu ang kuchayyapti butun dunyo bilan agishib. Shuning uchun bu bir mening shaxsan ko'z qarashimda faqat iqtisodiy manfaatni ko'zlagan bir kelishim 5 ayning 15-16-sida deyman, Xi'anda Shanghai Cooperation'ninki yana Shanghai birlashmasidanmi? Shuningki 18 5 ayning 18-19 ekan. Men ham 14-15 Xi'anda bunun Xi Jinping berib shu yerda so'z qildiki, bir 2-3 soat turib, demak, bu yerda uning oldinda amaliyotda machine rayni biz oldingi oyda bir programma qilganda machine rayninki Qozog'iston, Qirg'izistonlarga berishida alohida hamma davlatning boshlari bilan ko'rishi bilan deyishdik. Menimcha bu ashuningdan oldin o'rinlashtirgan. Machine rayning kelishida menimcha Xi Jinpingninki buyrug'i bilan kelgan. Buni oldin ola Xitoy tashqi ishlari deyishib olgan, shuningga bu ashuningki davomi deyman. Undan keyin bu yerda yana bir narsa, meningki shaxsan ko'z qarashim, Sharq Turkistondagi 16-yildan boshlangan milliy qirg'inchilik boshlangandan keyin biz Uyg'ur qozoq qarindoshlarning ittifoqligi alohida bir kuchayishga boshlagan. Birlikda Xitoyning bu razilligini so'kishini boshlagan. Xitoy buning o'zininki buni tekshirib, mening shaxsan ko'z qarashimda bu xato bo'libdi, bularni ayirishimiz lozim degan narsa bilan mening Qozog'istondagi do'stlarimdan anglashimcha bazı Qozoq bolalarni kesilganlarni, hatto Qozoq ziyolilarini 10 yil, 15 yil kasganlarni kesimida uyga opirib, aldirmay tursang pasportingni berimiz, chiqirimiz deb. Meningcha bu yerda bir so'di bor. Balkim bir turkum Qozoq ziyolilarni, tutilganlarni Qozog'istonga chiqarish, bu tashqari bo'lmasimi, ashunaq vizsiz Qozog'istonga kelib qoladigan qilib, shuning bilan bu yerda Uyg'urni oxirgi ayrim bir nishon qilib, milliy qirg'inchilikni faqat Uyg'urni yo'qotishninki qozoq qarindoshlarimiz bilan bizning aramizga bo'lgan bu qarindoshlikni buzishninki yana bir suiqasdi bu kelishimning ostlarida bor. Rahmat. Ko'p rahmat. Undaqda Abduhakim aka, sizdan so'raydigan savolim, bu kelishim tuzilish haqidagi xabar chiqqandan keyin Qozog'istonda Xitoydan qarshi sadolar o'tirg'i chiqdi, qarshi inkaslar. Nurg'un kishilar buningki Xitoyga foyda keladiganligi, Xitoyninki Qozog'istonda texnik sonning avuydiganligini va buningki Qozog'istonniki iqtisodiy bexatarlik va kultur jihatdan ziyniga xizmat qiladiganligi andishisi o'tirg'i chiqyotidi. Sizningcha bu kelishim mayli Qozog'istondagi qozoqlar, Uyg'urlar, Sharq Turkistondagi Uyg'urlar, qozoqlar qatorliq bu yerdagi yerlik xalqlarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Başta bu programga chaqirganingiz uchun ko'p rahmat. Ekran oldidagi bütün qarindoshlarımni chin qalbimdan salomlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bence İlşat Hasan efendim navbatdagi vaziyat haqida bu Xitoyninki yetmekçi bo'lgan g'araz maqsadlari haqida tafsili to'xtatdi. Men bu o'xshash temi to'g'riliq buni bir 3 ga ayırgan asosda to'xtalmoqchiman. Mesela Qozoq bilan Qozog'istonliklar bilan Xitoylarning o'rtasidagi mayli iqtisodiy, siyosiy munosabat. Bu munosabatninki xalqaro geostrategik bo'lgan ta'siri va O'rta Osiyodagi ahvoli. Undan keyin bu siyosatninki bo'libmi Xitoy bilan Qozog'iston o'rtasidagi viza erkinliginiki mayli Qozog'istondagi Uyg'urlarga bo'lsin, mayli Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga bo'lsin, ap keladigan oqibatlari yoki nimalarni ap kelish to'g'riliq biroz to'xtalmoqchiman. Ma'lum bo'lganidek bu yil BRI deymiz, bir yo'l bir ballar yoki bir yo'l ming tuzoq demdik. Bu projektininki Xi Jinping tarafidan 2013 yili shu vaqtdagi Nur-Sulton yoki Ostonada
septemberda e'lon qilganligining 10 yilligi bugun. Endi biz bugun bu siyosatni shu 10 yildan beri uzluksiz Xitoy bu yerga sarf kelgan mablag' mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, sog'an ta'siri, iqtisodiy jihatdan, askariy jihatdan, diplomatiya jihatdan qilgan ta'siridagi bir natijasi deb qarayman. Masalan, American Enterprise Institute'ninki va Heritage Foundation'ninki ma'lumotga qaragan vaqtida Xitoy O'rta Osiyoga 2005 bilan 2020 arasida 50 milyar dollar mablag' solgan. Buning ichida 35'te 58 milyar dollar Qozog'istonga mablag' solgan. Bugun biz Qozog'iston bilan Xitoyning o'rtasidagi tijorat miqdori qarasak, 24'te 1 milyar dollarlik bir tijorat nimasi bor. Bu 27 bilan 31 Mart arasida Mashonrininki Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston qilgan ziyarati jarayonida Qozog'istonda degan gapi 2030 yilga kelgan vaqtida Qozog'iston bilan bo'lgan tijoratimiz 35 milyarga o'tish kerak degan bu nimasi bor. Endi bu yerda biz bugun Qozog'istonninki yer tuproq shakliga qarasak 2 milyon 800 ming kvadrat kilometrga taqriban shunchalik. Ama nüfusa qarasak 20 milyon Qozaq nüfusu bor. Qozog'istonlik nüfusu bor. Buning hammasi Qozaq emas. Har xil millatlardan tarkib topadi. Bu 20 milyon nüfus, bu cho'ng bir zemin, bu bir bayashatliq o'rin ve bir tarafda bu Xitoy komünist rejimi ve Xitoyninki o'zining deyishicha 1 milyar 400 milyonlik bir nüfus. Bu vize erkinlikka nimalarni oqibatini olib keladi. Qozoq Xitoy bir-biri bilan mayli bularninki geostratejik tarafidan bo'lsin, Qozog'istonning Xitoy ko'chmanlarining besilishi bo'lsin. Masalan, hozir Qozog'istonda siz deganga o'xshash ko'p insonlar namoyish qilyapti. Bu Xitoylar kelib, pullari bilan qozoq qizlari bilan yoki qozog'istonlik ayollar bilan to'y qilib, bu yerda qolib qoladi, ketmaydi. Bularninki bir qancha yilning ichida 1-2 milyon Xitoyninki odamlari bu yerda qolib qolish ehtimoli bor. Bunchalar inson qolib qolgandan keyin bizning oqibatimiz nima bo'ladi deb andisha qilgan so'zlarni aytdi. Uçuk aşkarı sözleniyordu. Hem de biz İlşat Efendim de ötkünlüğe okşaş Rusya, Ukrayna ile sokuşuyordu. Mesela hazır bu Amerika Merkezi İstihbaratı'nınki direktörü, CIA'ninki direktörü William J. Barnes'ninki 12. April'de Newsweek'ninki haberi qaraganda degan bir gapi bor. Nima deydi deseniz, Putin Rusya'nın Xitoyning iqtisodiy ishg'oliyati bo'lib qilish tahlikasiga akib boradi deydi. Bunu Rusya'nın davatıdır. Eğer bugün bu Rusya ve Xitoyninki iqtisodiy ishg'oliyatiga maruz qilish tehlikasi bo'lgan bo'lsa, bu Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qandoq bo'ladi degan gap bor. Shunga ham biz bu viza masalasini yeni bir tarafdan o'ylasak, İlşat Efendim deganga o'xshash bu balki Sharqiy Turkistondagi Qozoq, Qirg'iz, Uyg'ur, O'zbek bularni ayirib, faqatlam Uyg'urlarga o'tib Qozaqlarga, Qirg'iz, Tojiklarga biraz nimelik beremdi o. Bunu biz bilmeklik. Hem de yeni kopap bu bizden Qozog'istonda diasporadaki muhaciratdaki en köp Uyg'urlar yaşayan ya. Hatta bazı teşkilatlarımızdan köpsüllük avazımı Qozog'istondan kelgan bir yerde. Xitoylar bu Qozog'istondagi bu Uyg'urlardan hech endish qilmaydigan halga kip bo'ldi ki bularga bizden vatanga berib kelish nimasini bilsin. Bu shundoq bo'lamdi yoki Xitoy bu tadbirini ap bo'ldimi? Yani bunun da asasiyattan ne deymiz? Elektronlik vizdak bir nima qilishi kerak deb angladim. Bunun da qilgan vaqtida bunun da Uyg'urlarga viza bermamdi. Qandaq? Bu yerda mencha Xitoy Qozog'istondagi qozoq va Uyg'urlarni Xitoy do'stiga, dushmaniga ayirib bo'ldi deb qarayman. Qozog'istondagi bizning do'stlarimiz, Qozog'istondagi bizning dushmanlarimiz deb Xitoy mencha Qozog'istondagi do'stlarining kelib ketishiga erkin yo'l qo'ygan bo'lsa, dushmanlariga qat'iy yo'l qo'ymaydi deb qarayman. Bundan keyin o'tirdagi insonlarni qaymoqtirishga ilgari mengishi kerak deb qarayman. Hamda yana bir yerda bu Qozog'istondagi mayli qozoq bo'lsin, mayli Qozog'iston fuqarolarining bo'lsin, bizning vatanga Sharqiy Turkistonga erkin berib kelishi bu Sharqiy Turkistondagi mavjud bo'layotgan jazo lagerlari va irqiy qirg'inchilik ve biz bir yerde şunu qattiq alaka Uyg'urlar albatta kuchimiz yetmayotdi, demayotgan bir nimamiz bor. Biz Xitoyninki o'z matbuotida 1 milyon 300 ming Xitoy kadrini Uyg'urlarning uylariga yerlashtirdik deydi. Bu nima degan gap? 1 milyon 300 ming oila Xitoyning turmushiga aylandi degan gap.
Şundaq o adam sen bilen 24 saat yaşasa, sen ona hizmet kılsan, sana numur koysa, biz 3 milyon lagerdekiler bilen kayıp kalıvattımız. Ma 1 milyon 300 milyon aile nerede kaldı? Bunun halini bu gitti. Yani Xitaylı bizninki bu irqi qırğınçılıkta en mühim boğan Uygur üyüge, Uygur ailesi hücum kıldı. Uygur üyü, Uygur ailesi Xitay Komünist işgaliyeti Şarkı Türkistan'da 1949 işgal kılgandan biri bizden medresemiz, bizden mektebimiz, bizden ahlak ögünüdüğün, bilim alıdığın, tecrübe kılıdığın, çok küçük hürmet kılıdığın, mihribanlık kılıdığın, güç kuvvet alıdığın, yüzümüzge işence kılıdığın bir öğüttü. Medresette, mektepte, üniversite. Bunu kanda kıldı. Bilge sırtın adam ekili şarkılık gayri deyimiz dinsiz, imansız ve özümüzden milletinden bulmagan birisini ekiliş arkalık bunu turmuğa aylandı ve bu ailenin fertlerini, ayallarını, erlerini, ballarını ayırıp bu ailenin veyran kıldı. Bu bir nimesi var. Bu bir tarafı var. Yeni bir taraftan Şarkı Türkistan'daki iktisatını Uygur, Kazak, Kırgız yerliklerinin kolunun tamamen yapıldı. Apartmanları bolsun, yazımları bolsun, öyleri bolsun, şirketleri bolsun. Bularning hemmisine musadir kılgan asasda Xitaylarning koluga ötküzüp oldu. Ve yakında hammamizga ma'lum bo'lganidek bu Büngtüvenni kengaytish, janubga kengaytish orqali bu Büngtüvenge yaxshi mo'l beradigan yazım, su, hamma narsalarni bularga berib bo'ldi. Demak, bugün Uygurlar özünün zeminide özü kol bulup işleşkin mecbur kalgan bir ahvalda. Hem demekçi boğunum Xitay bu Kazakistan fuqaralariga vize berish orqali bu narsani Kazakistan'dan fakat özü dost deb bildirganlarni chaqirish orqali dunyoni aldatamdi o'qanda. Bu bir mesele. Bu bizniki bu faqatlam Kazakistan bilan Qirg'iziston Xitoyning o'tirishdagi viza erkinliklar meselesi emas. Bu bizning diqqat qiladigan masalalarimizning biri. Bu Xitoy bundan keyin biz jazo lagerlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi devasak, buni qanday qilib ben bu gapni yo'qitma, qanday qilib ben bunu buzma. Hozir meni yaqindan biri Washington Post gazeti bo'lsin nurg'u yerlarda Xitoy hozir Uyg'urlarning ustidagi zulmni azaytishga, asallashtirishga boshladi degan nimalarni kelyapti. Xabarlarni chiqaryapti-ku. Shunga buningki paralel holda qanday bir ta'siri bor degan bu bizga aytdi yaqindan ilgilendir deb qarayman. Gapimni bakma uzatib ketmay. Ama nimada Qozog'istondagi bu Xitoy bilan Qozog'istonning o'ttirisidagi munosabat bizga mayli Char Rus davridan bo'lsin, 33'teki Cumhuriyetimiz devrinden kurulan devrideki vaktidan bolsun ve 44'teki Cumhuriyet ve bizdeki 49. yılı Xitayning qo'liga topshirib berilgan vaqtimizda bo'lsin, bu Qozog'istondagi voqea Xitoy bilan Qozoqning o'tirisidagi, Qozoq bilan O'rusning o'tirisidagi munosabatlar bizning taqdirimizga bir vosita munosabatli bo'lib keldi. Shunga sizniki bu masalani jiddiy bilib bugun Uyg'ur tadqiqot markazidan bu programni uyushtirganingizga ko'p rahmat aytaman. Qoldi savollarni, ya'ni savol javoblar bo'lsa qilsak bo'ldi. Rahmat. Ko'p rahmat. Bayonqi sizniki Xitoy o'ziga do'st deb bilganlarga yo'l qo'yib, o'ziga dushman deb qaraganlarga yo'l qo'ymaydi yoki shu mazmundagi gapingizga qarata men bir to'liqlama qilsam, Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligininki uqtirishida her ikki davlatninki o'zininki davlat bexatarligi nuqtadan xatarlik deb qaragan kishilarni cheklash huquqi saqlanib qoldi deb eskartilibdi. Ya'ni Qozog'istonmi o'ziga munosib emas deganlarni yana cheklayalaydi ekan, Xitoymi cheklayalaydi ekan. Asli igilik huquqli davlat bo'lgandan keyin buni cheklayalaydi, ammo buni alayda eskartibdi. Shu ham shu nuqtani qo'shimcha qilay dedim. Yana bundan ko'rilishga bo'ldi. Ya'ni o'ziga foydasiz deb qaragan kishilarni yoki bir davlat yana bir davlatga tinchlikni bergan kishilarni yana va cheklash kelishimdagi mazmunda bor ekan. Bunun da bir gap kıstırıydı. Buldu. Bunun da Abdülkimane dedi. Yani bir tozak mı buluşu mümkün bunun içinde diyor. Bu nime diye vaxtıda mesela işkil taraf her kandak o biz amayımız diyen bilen çokum elektronluk bir tizimletip koydu tayin benim işinin aldı da. Şunu ona ayak dikile o kim geldi kim gelmeydi bildi. Onun için çıgrar niye kaytırıyor dedi. Takdir ettiğini. Ya bu mesela aldığı kirgizip mesela bazılar burun andımında bazı bir faaliyetlerde söz kıp kalgan, kendi özün tatkan boğan bolsa mesela Kazakistan'da
Ama Xitayning tizimligida bor bo'lsa, borgandan keyin Qozog'iston pasportini olganmisa, Xitoy uni tutib, bu burun bizning puhrati deb, bu bo'lmaydi degani bo'lmaydi. Chunki Amerikaning pasporti, bu Yevropaning pasportini olgan jiq adamlarni Xitoy tutib jazoladi. Masalan, Kanadadagi Yusenjan Jilalamimiz bilamiz, Kanada pasporti. Shvetsiyada bir Gominxay degan bir Xitoy bor. Shvetsiya pasporti, o Hong Kongda tug'ilgan, Xitoyda tug'ilib boqmagan ekan u Xitoy. Xitoyga o'tishi, Hong Kongning o'tishidan burun tug'ilgan Hong Kongda. Mana deganda ya Angliyaning garajlari oldu, ya bo'lmasa Shvetsiyaning o ikki garajlar. Ama şunu mağpırıp kesiyotti hozirgacha turmada. Ondan başqa Amerikalık, Kanadalıklarni tutgan yerda Xitoy bu yerda bir tozaq bor. Shuning uchun O'rta Osiyodagi har qanday qarindoshlar agar Xitoyga qarshi yoki Xitoyga qarshi faoliyatlar bo'lgan bo'lsa, buningdan hargiz va bosam bo'ldiki 14 kungacha hech kimdan kari yo'q deb o'zini tozaq tutib emasligi, bu cho'qim o'shar bo'lish kerak. Xitoy ben burundan deb kelyapman, Xitoy qonun davlat emas. Xitoyda qonun mavjud bo'lib boqmagan. Hozirgacha podshoning farmoni bilan idora qilinib kelayotgan bir diktator hokimiyat. Bu yerda qonun bor, u bu deb tushunish, bu butunlay xato tushunish Xitoyni. Xitoy ibtidoiy mustabid bir davlat. Shuningga buning keyinda ma tozaqnimi o'ylash kerak. Rahmat. Ko'p rahmat. Ben bununla yeni bir nemele katkım kilovatıydı. İlşat efendim neydi toğra. Bayama debütep kettik. Bu Kazakistan bilen tügemeydi bu mesele çok. Kazakistan bilen Xitayning o'ttirisindagi bu vize erkinligi münasebet. Xitoy deydi, ben Kazakistan bilen işimni hal qila olsam, Qirg'izistonniki zodi zimini bir xotinning ichilak bor. Kirimi qarisiz bu shunchalik bor. Nufusi bir 7 millionga yaqin. O mesele emas Xitoy uchun. Tacikistan'a mesele emas. Çünkü Tacikistan'a sağlam meblağma uçula Kazakistan'a nispeten de köp emas. Özbekistan'daki nüfusu köp bolgan bilen zemini, toprağı, chet elge bolgan qazin aytı yuqori. Şunun için bu Xitoy buya kelgan vaqtida Kazakistan'ni, bu Kazakistan'ningki geografiy o'rni Rossiya bilan O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarning o'rtasida bo'lg'achqa, agar men Qozog'istonni qo'lga tushasam, Qozog'istonni qo'lga keltira olsam, Qozog'istondagi do'stim deganlarga aloqa foydani ko'p bera olsam, o'zimning dushmanim deganlarni jazolay olsam, men bu yerdan butun O'rta Osiyoga hozir dunyo Rossiya bilan mashg'ul, Rossiya Ukraina bilan mashg'ul, Iron, Saudiya Arabiston matraflarni mening qo'llamga tushdi, Talibanlardan tortib, Turkiya o'zining saylam anaslari bilan mashg'ul bo'lyapti. Undaq vaqtida O'rta Osiyodagi bo'shliqdan foydalanib, men buni qo'llamga keltirib olsam, men bundan alayda foydalanaman degan bu pozitsiyada bo'lyapti. Hamda bu Xitoyningki faqat aloqadan deymiz. Biz bu Xitoyning o'ylaganlarining hammasini bo'lmaydi dunyoda. Nurg'un narsalar undaq bo'lmaydi. Biroq Xitoyning niyati bu bo'lyapti. Hamda bizga tushgan masala Uyg'urlarga tushgan masala qanday qilish kerak? Uyg'urlar mencha bu Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik masalasini ba'zi do'stlarningki ba'zi quloqamga kirib qilyapti, yerda bu yerda xuddi bu Uyg'ur masalasi o'zini-o'zi anlatyapti. Uyg'ur masalasini anlatib bo'ldik. Uyg'ur masalasini biz uxlab yozsaqmi, Uyg'ur masalasi o'zini anlatadi degan bunda bir xomxiyol bor ekan. Unda bo'g'ini yo'q. Bu masala bizning masalamiz. Uyg'ur masalasi bizning masalamiz. Agar navodi men bugun 7-8 yıldan beri anam bilen dadamның hayat ekanligini bilmegen bolsam, singillerimning nerligini bilmegen bolsam, qarindoshlarım nerligini bilmegen bolsam, mening uchun bu shaxsiy masala bo'lishi kerak. Har bir Uyg'urningki shaxsiy masalasi bo'lishi kerak. Ba'zi siyosatda amri voqe deydigan narsa bor. O nazariyani so'zlab, A devlet bilen A devlet bilen B devletning o'rtasida problem bor. Bizning ishimizni hal qilib beradi deydigan undaq xomxiyol yo'q. Boshda o'zingning biraz yürüking, jigiring biraz nimen bo'lmasa bunda işler bo'lmaydi. Muşu münasebet bilen bütün chet eldeki Uyg'urlarni texmi aktif bo'lishga, texmi bu meseleге sezgir bo'lishga, fedakarlik qilishga, mesela o'zimizning tilimizdan, dinimizni qo'g'dash bilan birga, oilamizni qo'g'dash bilan birga, qo'shnilarimiz bilan, tuqqanlarimiz bilan aralashib, tan salomatimizni bir-birimizdan yaxshilash bilan birga ümitni qat'iy yo'qotmasdan biz bu Xitoyning nimasiga taqobil tura olamiz. Bu kunlardami inshaalloh Allohning qudrati bilan hayot qilib chiqib, yana bir yangilikni yarata olamiz, mavjud bo'la olamiz degan ko'z qarashda bo'lishimiz kerak deb qarayman. Ko'p rahmat.
Endi mushunga munosabatlik holda mushunga munosabatlik holda Xitoyninki ilib borgan diplomatik faoliyatlarini şu növbətdəki Uyğurlarga qılğan irqiy qırğınçılıqni yushirish uchun elib borayotgan ahvollar deyishga bo'ldi. Masalan, mushu o'tgan oyninki 27-kuni Mashinroy bir qism davlatlarningki konsullarini Urumchida kutib oldi. Bularni Xitoy alayida taklif qilib rayonga olib bordi. Albatta bu chaqchi qilib kelgan bir harakat, lekin bu qatimqisi alayida bir urullaştırılan ve alayda ümitler bilen, talepler bilen çakırılgan mihmallarıydı. Bularning içinde qarasak asaslıqı taraqqiy qilayotgan davlatlar yoki Xitoyga iqtisodiy jihatdan biqingan davlatlar. Türkiye şunun qatorida Braziliya, Nepal, Kamboja, Vietnam, Indoneziya ve Türkiye qatorliq davlatlarningki Beijingdagi elchileri, konsulları Urumchiga teklif qilindi ve Mashin bilan ko'rishdi. Mening diqqatimni tortgan bir nokta biri bu Qozog'iston Xitoy o'rtasidagi viza kechirim qilish kelishimi o'tirg'i chiqqan bir paytda ve oldingi qatim Lishatkan bilan qilgan programmamizda mulohaza qilganimizdek Mashinroyninki O'rta Osiyodagi davlatlarda ziyoratda bo'lishi, ondan keyin Muşlarınki bir vaqt yüz berishi bilan birga Mashinroyninki chet ellik vakillardan talab bir talebi var. Yani yaqindan bu yan Amerika, Avrupa boshchiligidagi Jungoga qarshi kuchlar Uyg'urlar haqida bizni bek qarlab ketdi. Biz gap qilsak oxirida shuni sizlar bizga vakolatan bir gap qilib qo'ygan bo'lsanglar. Yani halaqa behalf of China deydi-ku inglizcha. Bizga vakolatan bir avval chiqargan bo'lsanglar deb talab qilgan. Biz uchun avval chiqargan bo'lsanglar, bizni aqlab qo'ysanglar deb talab qilgan bir so'zi mening diqqatimni tortdi. Endi Ilshatga siz mushlarni bog'lab turib bir buldu. Bu to'g'riliq neminingki Amerika ovozinin mu ziyorat qilgan bir haftaning oldida. İngiliz xabari shuningga mu yezib avatib bergandim. Xitoy shaxsan mening ko'z qarashimcha Xi Jinping biz yil 3-chi oydagi qurultoyi orqali o'zininki mangu Xitoyga doyi bo'ladiganligiga tamg'ini bostirib oldi. Ama onu xuddi men onun aldırla Xitaylarninki demokratları bilan bir necha qitim bo'lgan suhbatda deganga o'xshash Xi Jinpingning bo'lishi muqarrar. Çünkü o huquqlarni hammani changallab qo'liga ip bo'lgan. Harbiy huquqdan tortib hammani. Shuning uchun uni almishib ketishi mumkin, tushib qolishi mumkin degan gaplar hammasi Xitoyninki o'yini mandadiga vaqtida hukumatning. Shuningga 3-oyda qurultayni ochdi, o'zininki mangu doyi mavzudan o'xshash mangulik doyi bo'ldig'iniga bir tamg'i bostirdi. Xitoylar deydi, voy Xitoy kommunistninki aslida ichki qarordan keyin bo'ldigan qonunni buzdi. Onunla men yanıldaydıgınım şu gap. Xitayda qanun bo'lib boqqanmi deyman. Xitayda qanun bo'lib boqmagan. Mayli 49'dan keyin bo'lsin, mayli 49'dan oldida bo'lsin, hammasida bo'lib boqmagan. Shuningga Xi Jinping bu tamg'ini bostirib bo'lgandan keyin o'zining obrazini o'ngshashga boshladi. Bu obrazini o'ngshashning birinchi qadami nada bo'ladi degan vaqtida Uyg'ur milliy qirg'inchiligi bilan. Chunki Xitoyninki o'zining saqchi hujjatlari orqali mayli Adrian Zenz apandim bo'lsin yoki shu hujjatlar o'zi bo'lsin, Xitoycha men bir necha maqola yozdim shu to'g'riliq. Burundan tortib Uyg'ur milliy qirg'inchiligiga ikki savol bo'lyapti. Birisi, zodi qanchalik odam turmida. Ikkinchisi, Xi Jinping buningga bevosita aralashganmi? Xitoy saqchi hujjatlarida Xi Jinpingning hatta turmini kengaytish uchun, saqchining sonini, ishtojini kengaytish uchun, ko'paytish uchun, hattoki mablag' tasdiqlagan o'zining so'zi bilan buni isbotladi. Ya'ni demak, uning ichida Chenchanggo o'zining so'zi bor. Meni Xi Jinping bosh sekretar maxsus avatdi, 5 yilda tuzaysa deb dedi. Demak, bu yerda Xi Jinping
bu milliy qirg'inchilik bilan tarixiy taxtisiga bog'landi. Mana degan vaqtida bir kuni kelsa Xi Jinping xalqaro sotiga tortiladi, jazolanadi. Shuning uchun bu 3-chi oydagi bu qurultayda o'zining mangulik doiraligi tamg'ini besib bo'lgandan keyin bu obrazni o'zgartishga, yana xalqarodagi bu salbiy yavuz, faşist degan bu ko'z qarashni, bu obrazni o'zgartish uchun tirishchanlik ko'rsatyapti. Buning birinchi qadami nima bo'ldi? Qanday o'zini o'zgartirdi? Bu yer milliy qirg'inchilik degan bir haqiqat. Zulm bu yerda bor. O'lyapti, solinyapti, Ablikim deganga o'xshash. Mayda uchimiz var. Ablikim bilmaydi, menmi bilmayman. Hozirgacha uyimizdan siz balkim bilmaysiz, kim bor, kim o'ldi. Hammamiz shu qorong'uchilikda. Bu reallik, buni o'zgartirmaydi. O'zgartirmaganligi qanday qildi? Pardozlaydi, burmalaydi, uni yog'an tashviqot bilan yo'qtima deydi. Shuning uchun buning birinchi qadami yana mashinruyni avatib, Chinchango'ni mashinruy bilan almashtirdi. Almashtirgandan keyin haqiqatan meni hayron qoldirgani shu vaqtida voy bu o'qigan Xitoyga deb dapchag'anlarga hayron qoldim. O xuddi bir o'qigan Xitoy bo'lsa, u bir yaxshi Xitoy bo'lib qoladigandek bu yerda. Bu birinchi qadami. Ammo bu Uyg'urga ta'sir qilgan yerda xalqaroga ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Buning azroq bo'lsa-mu, unumi bo'ladi. Shuning uchun bu Xitoyni almashtirib bo'lib, o'ziga tamg'ini besib bo'lib, birinchi qadamda bu Xitoyni O'rta Osiyoga avatdi. Nima uchun O'rta Osiyoga avatdi? Bu bevosita shu lagerlarning ichida qozoq qarindoshlarimiz va qirg'izlar va o'zbeklar va tojiklarmi bor. Bularningki og'zini bossa, bularning tilidan Xitoyning tashviqotini qilg'iza olsa, bu cho'ng bir g'alba bo'ladi. Shuning uchun u yerga avatdi. Ikkinchidan, bu yerda Xitoyning milliy qirg'inchiligi Uyg'urning yoki qozoq qarindoshlarimizning hammasi qirg'iz o'zbeklarning nemisiga hujum qilyapti e'tiqodimizga. Yana bizning islom e'tiqodimizni dafsanda qilyapti. Uyg'urni yo'qtima, bu e'tiqodchilarni yo'qtima deyish bilan birga mechitlarni chaqqini tug'an bo'lsa, Qur'onni o'zining maylicha tarjima qilib, tafsir qilib, hamda ularni o'zininki qo'shilmagan, burunqi tarjima qilgan, hatto o'z nashr qilgan Qur'onlarni yig'ib ko'ydiryapti. Namoz o'tiganlarni so'layapti, mechitlarning ichida usul o'ynatyapti. Buningki o'zgartish uchun kimga muhtoj? Indoneziyaga, Pokistonga, Saudiya Arabistonga, Malayziyaga, bu musulmon degan bu hokimiyatlarga muhtoj. Davlatlarga desak, butun xalqini aydib etimiz, hokimiyatga muhtoj. Shuning uchun bularningki hokimiyatningki vakillari bo'lgan elchilarni apadi. Men ko'rib hayron qoldim Turkiyaning maktabdagi. Hamda u yerda Turkiyaning o elchisininki bosh konsulning o'z so'zini naql keltirmabdi, ammo faqat deganida Turkiyaninki bosh konsuli bu yerdagi taraqqiyotning cho'ngligidan men hayron qoldim. Xalqning turmushi o'zgaribdi, dedi debdi. Ammo shunda dedimi, demidimi biz bilmaymiz. Turkiyadagi qarindoshlar surishtir qilib baqsa bo'ladi buni. Ishqilib shu guruhning ichida beribdi ham diyorum. Beribdi. Bag'andan keyin bizda Uyg'urda bir gap bor. O'g'irlaganmi o'g'ri, tovoq yalganmi o'g'ri. Shu yerda shu tovoqda go'shini yeganmi o'g'ri, suyini ichganmi o'g'ri. Suyini ichganmi o'g'ri. Shu tovoqda bilib bo'lgandan keyin bularning hammasi og'zi gelipoq, tili qisqa, qo'li qisqa. Shuning uchun Xitoy mana degan vaqtida bu yerda mushu usul orqali ularni opirish bilan nimani qilyapti deganda Xitoy hukumatiningki obrazini o'zgartirishga shuningga tirishyapti. Bu yerda Ablikim Abay dedi. Washington Post olsun, boshqa yerlarda hozir yana bir o social media, deymiz Uyg'urcha, ijtimoiy taratqular. Ijtimoiy taratqular qaraydigan bo'lsanglar, shunda jiq chatalliklar chiqib hozir Xitoy degan manda bo'lib ketibdi. O nemadiki teqa abaylik edim. O lager emasga, to'xu permisga aslida degan chatalliklar. Bizga so'zlaydi o. Yana ikki italiyalik qayerda Shanxaydami, qayerda bir yerda
bir Soğudu sarayının içi kirip bunda Soğudu saray körüp bakmagan dep xuddi bir yılki nemeden çıkan kalenderdek sözleşki başlaptı. Ama o İtaliyalik mi o dep hayran qağıdek emdi bir yılki öz vaxtideki Rim imperiyasının avlatları iş ola. Garip medeniyetininki en güllengen deydigan gariplikler pakırlandıgan şu merkezden kelgen işki İtaliyalik kalende Xitaylıninki sağan işkital sarayını maqtashqa başlaptı. Bu demek nima degan vaqtida bu tashviqotni kuchaytiryapti. Bu ketimki bu elchilarni apagan bu davlatlar ko'pinchisi yoki Xitoydan qazagan, yoki Xitoyning iqtisodiga muhtoj, yoki hokimiyat o'zi chirik Xitoyning shu chirik par bergan pullari orqali o'zining hokimiyatini davomlashtirayotganlar. Shuning uchun bular Xitoyningki tashviqotini qilishga taptatmay shu yerga berib, garchi so'z qilmagan bo'lsa-mu, ammo shu yerda turishi abay deganimizdek Xitoyning tashviqotini qildi. Bu yerda bu maqsad Xitoyningki Xi Jinping hozir boshqacha bir siyosat tutmoqchi. Siyosatda boshqacha emas, qiyofatda boshqacha bir narsa ko'rsatmoqchi. Bo'libmi, Ukraina urushida Xitoyningki davlanishi bo'libmi, Rusga ochiq-oshkora yordam berolmay, astirtin yordam berish, ammo xalqarada mayli Amerikaga, Yevropaga voyyoq biz hurmat qilamiz. Lekin bu yerda xalqaro ablikim dedi, bola yig'ilmasa ana emchak samaydi. Uyg'ur yig'ilmasa hech kim Uyg'urning manfaati uchun bir nim qilmaydi. Shuning uchun biz xalqaroga tushuntirishimiz kerak. Fransiyadagi Xitoyning bosh elchisi nima dedi? Sovet g'ulg'andan keyinki butun u yerdagi mustaqil bo'lgan davlatlarning hech qaysining xalqaro qonuni bo'yicha o'rni bo'lmaydi dedi. Bu gapni hamma odam Yevropadagi yoki Sharqiy Yevropadagi mustaqil bo'lgan davlatlar O'rta Osiyoga qaratdi. Meningcha bu Xitoyningki hozirgi Qozog'istonning bir turkum zimini, Rusningki bir turkum zimini, tashqi Mongol, ya'ni Mongoliya Cumhuriyeti, hattoki Hindistonning bir qismi, Pakistanning bir qismi kelgusida bizning Ikkinchi dunyo urushidan keyingi bu tuzumning hammasi qonunsiz degan ma gapni demoqchi. Xitoyning maqsadi. Buni bilishimiz kerak. Buni dunyoga anglatishimiz kerak. Burun Uyg'urning gapini chet eldagi g'arb dunyosi, Amerika bular degandek bek anglamagan bilan hozir bizning gapimizni anglaydigan bo'lyapti. Bularning to'g'ri-ki, bularning andishi asosi baka deyapti. Buningdan fursatdan foydalanib biz bularni tushuntirishimiz kerak. Xitoyning gapini biz tarjim qilib beraylik. Yaxshi tarjim qilishimiz lozim. Shuning uchun bu shu maqsadda opirib Xitoy o'zini azroq o'ngishib olmoqchi. Chunki Rusning Ukraina urushi bilan o'zining ojizligini his qilib qoldi Xitoy. Shuningga vaqt setib olmoqchi. Vaqtni kutmoqchi. Shuningga azroq yumshatib, o'zini ko'rsatib, dunyoga o'zini o'ngshab bir tashviq qilib olmoqchi. Bo'ldi, rahmat, chiqqa ketdim. Ko'p rahmat. Ondan keyin men yana 5 minut, 6 minutlardan keyin chiqib ketaman. Shuningga unutib qolmay bir deb qo'ysangiz, men bir xo'sh davitib mansam. Rahmat. Bo'ldi bu. Ko'p rahmat. Sizniki muhim ish bo'lganligi uchun o'zingizni qabul qilamiz. Unda qolsam, Abdulakimka, siz mushu Xitoyningki ta'til tashviqoti o'ziningki aslida buzilib bo'lgan, ichilib bo'lgan abdi bashirisini qayta yepish uchun qilayotgan tirishchanliklarini eng bevosita his qilgan va tunib yetgan bir shaxs deb qarayman. Chunki siz o'tgan bir qancha mobaynida, bir qancha yil mobaynida yoki mushu islom dunyosida Sharq Turkiston davosini anglatish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatish, Xitoyningki islomning do'sti emas, dushmani ekanligini tunishtirish jihatda jiq xizmatlarni qildingiz. Eng yaqinda o'tgan oydalar siz Indoneziya va Malayziyalarda bu xil bir qator faoliyatlarni boshdan kechirib, ulug'lashtirib elib borasiz. Endi siz mushu joylardagi faoliyatlardagi tajribalaringizga asosan
bu Xitoyninki bu teatr tashviqotining qanchalik unum berayotganligi, bizningki bu Sharq Turkistonninki haqiqiy yuzining qanday ekanligini, Uyg'urlarninki qanday kishilar ekanligini, Xitoyninki islomga qilayotgan bu dushmanligininki nima uchun islom dunyosi tarafidan tunilmay kelayotganligini, bu keyindagi sabablarni bizga bir tushuntirib bersangiz, o'zingizniki faoliyatlari bilan birlashtirgan holda siz qilganlaringizni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Mehmet To'xta efendim, bu bek bir çoğun, köp vaqt aldıgan bir tema. Bence eğer siz kabul kılsanız bunu biz ayrım bir programma kılsak İlşat efendim bilen. Çünkü İlşat Hasan efendim üzümü Malaysia'da tuğan, okugan, Müslümanlar bilen alakalaşkan, üzümü İslam tarihi, İslam edebiyatı, İslam itikadı hakkında toluk malumatga ega. Ben kitaplarını görsem bazı ahunumni okumaydigan kitaplarını okuydu. Bu haqlarda biz bunu bir ayrım program kılsak, ama ben kısaca şunu bilan bir tugetsem bu gapni. Qarang, nima uchun Xitoy to'xtamasdan Müslüman dünyalarınınki cemiyetleri de atalmış cemiyetlerini ya ki elçilerini ya konsullarını mecbur apırıp bizim yurtqa apırıp mimon qilib sayohat qilib hatta onu özü çıkıp mikrofonun aldığında gap qilmasimi munda dedi deb onu teşvik qilib qilyotdi. Çünkü Sharqi Turkistonliklarninki ve bizlerning yaqindan beri Müslüman dünyasıga berib, Müslüman xalqiga, Müslüman ümmetiga, Müslüman muassasalariga, siyosatchilarga, tashviqotchilarga bu masalani anglatganimizningki ta'siri bo'lyapti deb qarayman. Bu bir yerda albatta Abdukim sizning gapingizni kesyaptim. İlshad akamninki vaqt tushib qoldi deb qarayman. Shu. İlshad aka, siz ko'rmanlarga xo'sh deb ayrılsanız emse çok sert kılsak. Buldu Abdukim, aldı bilen senden kechirim so'rayman. Seni yalnız Ben bu tashlab kechirimlarni qo'ygan bo'ldim. kesyaptim. Gapingni kesib aytib qoldik. Ondan keyin ko'rmanlarga hammanglarga afsus, jiddiy bir ishim botdi. Shu bir yerga boradigan, endi ma'musam bo'lmadi. Kechiringlar, ma'qul bo'ldi, men chiqib ketib turdim. Allohga emanet. Rahmat qatnashganingiz uchun. Allohga emanet. Xo'sh, Allohga emanet. Allohga emanet. Xo'sh, Mehmet To'xta efendim, nereden başlayayız? Abdukim aka, siz ben demini almashtirayman endi. Siz gapni davomlashtiravering. Bay deganimga o'xshash, bu islom dunyosidagi Xitoyning ta'tir tashviqoti bek ig'ir. Siz shuni faraz qilingki, agar Xitoy hokimiyati Yevropaliklarni bulup Amerikalıklarını aldayalıgan bolsa, ötken 40 yıldan beri mayli iqtisodda bo'lsin, G'arbning texnologiyasini uyg'ulashda bo'lsin, buningda bu g'alaba qiladigan bo'lsa, bu Xitoylarniki qandaq mahoratlik bir aldamchi, mahoratlik bir makkor, mahoratlik bir alaqanim deymiz, axloqsiz, tarbiyasiz, bütün dünyadaki qandaq yerda nima yuchiq bo'lsa uni tepib, undan foydalanalaydigan, bir yerga kirisi çıkmaydigan bu nimasidan qanchalik ig'irligini faraz qila olasizki ki Müslüman dünyasılarda nimalarni qilmasin. Yani bugün qopab Amerika devleti Xitoy bizningki texnologiyamizni o'g'labdi, universitetga kiribdi, bizning ta'lim tarbiya sohamizga ta'sir qilyapti. Bizningki bugün ko'radigan kinolarimiz Hollywood ishlab chiqqan bo'lsa, bu Xitoy shirkatlaridan chiqadi ekan. Bizningki ko'radigan xabarlarimiz, besildigan xabarlarimiz Xitoyninki aloqa meblag sağan, Xitoy pay çekini satıb algan şirketlerinin gezitlerinden çıkıdı ekan, ta'lim terbiyeleri şundaqken deb da'vatgan bolsa, bu Müslüman dünyası da qanchalik ig'ir ekanligini faraz qilg'ili bo'ladi. Ama biz hech qanday bir yerni Xitoylarga tashlab bermaslik kerak. Masalan, Xitoy hukumati qarang, yaqindan beri bir misolni deb o'tishga to'g'ri ko'rdim. Ötkende bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk komiserliğinde bu Uygur Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ki Uygurlar hakkında çıkan rapor hakkında bir bahs münazara yaparımız deb avaza koyulgan. Bu avazda 17 devlet bunu sözlesek bunu deb qo'llagan, 19 devlet karşı çıkan, 2 devlet bundan avazsız kalgan. Buna karşı çıkan 17 devletten biri Honduras degan Latin Amerika'daki bir devlet. Bu devletki Xitoy şu avaz Honduras devleti bu bizni qo'llagan. Xitoy bu nimadan keyin qanday qilgan deseniz, Honduras bilan aloqalashib, u Honduras zaten Tayvanni Jungo Cumhuriyati deb e'tirof qiladi.
bununla meblağ silip, buna kail kılıp, bunu setip edip diye vaxtıda, bunu Tayvan'dan vazgeçkizip, üzüge ekeldi. Hem de biz bilen dindaş, etikatlı dindaş, tarihi, İslami tarihlarda insaniyetperver kırındaş, bu devletlerge berip meseleni anlatışım elbette bizden hakkımız. Bizde kollağanlığa devamlı anlatışım bu mühim. Kollaşına devam kılsın için. Ama kollamağanlarını veya kollamaydıganlarını veya bizge karımaydıganlarını ve bizge karşı çıkanları berip bu meseleni anlatıp, düşündürüp, ulanın ki kollaşını kolla keltiriş bu siyasi mahiret. Bunun vazgeçkili olmaydıgan iş. Can degen bu. Sen kollaydıgan adamını yine tutturursa, kollamaydıgan adamını kayıl kılırsa, sefen kılırsa. İnşallah biz bu yolda devam kılıvatımız. Bütün Şarkı Türkistanlık teşkilatlar, Uygur teşkilatlar özlerindeki sezgürlüğünü berip bu meseleye dikkat itibar berivatıdı. İnşallah bunun keyin bu haqda bizdeki faaliyetlerimiz buludu. Ben bu münasebet bilen şunu deymen ki biz Uygur Tadqiqat Merkezi'den sizdeki riyasetçiliğinizde mene bu Xitay'daki İslam düşmanlığı ve Müslüman devletlerinin tutumu da 70-80 betlik bir ilmi rapor hazırladık. Bu ilmi rapor bugün Arapça tilga, Orusça tilga, Xitayca tilga ve dünyadaki birkaç tillara tercüme kılınatıdı. Siyasetçilerge, institutlar üretip berivatimiz. Biz şunu devatimiz ki eğer dünyada Xitay Müslüman düşmanlığı olsa bu Xitay. Çünkü hiç kandak bir devletlerdeki bazı kallistin ketken ya ki İslam düşmanlığı kılgan insanlar tarafından Kur'an-ı Kerim köydürülüp Peygamberimizge hakaret kılıngan olsa ama bir devlet tarafından teşkillenip Kur'an'ın köylerine Xitay'dan başka yerde mevcut emez. Mescitlerini çekip taşlap kılgan Xitay'dan başka yerde mevcut emez. Biz bunu delil ispatları bilen, paketleri bilen Müslümanlığa düşündürüp birerlisek, biz şunu gördük ki dünyada 2 milyarga yakın Müslüman var. Bunun için yetküçe, bunu ilgi çıkıdığan, bunu kollaydıgan, kuvvetleydigan insanlar çıkıdı. Bence Xitay kançılık tirişsimi bunu perdazlaş için, bunu yepiş için, bunu teatr teşvikat kılış için tirişsimi ben mağlup buldu hep karayım ve bu haftaki gepimni bir misalle tüketmekçi. Bizdenki bu 1 April'den tatip bu yine 12 April'gacha devam kılgan Endonezya seferimizde biz Jakarta'daki Endonezya parlamentosini ziyaret kıldık. Kıga vaktimizde parlamento prezidentinki muavini Asrito Efendi bilen köreştik. Şundan bilen bir körüş yapılan birinci degen gibi sen Uygurlarni tanımsa dep sual sordumçu. So'sam o adam nim dedi qaran. Men Uygurlarni albatta tanıyman deydi. Tünügün Amerika elçixanası iftaga çağırıp diken Uygurlarning gepi bo'ldi deydi. Ötken hafta Angliyaning diplomatçıları kelgan Uygurlarning gepini qildi deydi. Ve Xitoylar her hafta kelib meni sizlarning yurtinglarga berishga chaqiryapti, umi Uygurlarning gepini qilyapti deydi. Ben iyagi berip Xitoylarning qo'lida bir malzeme bo'lib qilishni xohlam edim. Men aşağıdaki Müslüman qarindoshlarımga qarshi ishlatilib qolmaslik uchun men ularni rad qilib keldim. Uyg'ur meselesini hozir bizning parlamentoda cho'ng davlatlar gapini qilyapti deydi. Demak, bu Xitoy qanchalik odamlarni apirib yolg'on so'zlatgan bilan haqiqat o'tirdi turyapti. Demak, Xitoyninki kuchab ketishi bekor emas degan gap. Shundoq. Undaqda Abdullakim aka biz bugungi suhbatni o'sha yerda oxirlashtiraylikmi? Oxirlashtiraylik. Agar nima qilsangiz, mana bu poytaxt haqida bir og'iz bir so'zim bor. Men shuni bir ilova qilsam. Undaq bo'lsa davomlashtiraylik. Xo'sh. Kelishayotgan bo'lmaganlik uchun men mana 3-temini qisqartib o'tishni o'ylashgan. Sizningki ilova qilgangiz keldi, undaq bo'lsam, buni biraz davomlashtiraylik. Ko'rurmanlarmi, qarindoshlarimiz bu nima gapdi deb o'ylab qolmasin. 2 may kuni Erkin Asiya radiosiningki Janubiy Xitoy sahar gazetidan naql qilgan bir xabarida Fudan universiteti bilan Sichuan universitetiningki professorlari davlat fondidan yordam olgan bir tadqiqot dokladini e'lon qilgan. Bu dokladga asoslanganda Xitoy hukumatiningki Sharqiy Turkistonda ikkinchi bir poytaxtni qurib chiqishi tavsiya qilingan.
Endi bu dokulat o'ttirg'i chiqqandan keyin kishilarninki xalqaroninki diqqatini qo'zg'adi. Chunki Xitoy hukumati bir ballaq bir yo'lninki taqozosi ichida mablag' bilan ta'minlayotgan tadqiqot turlaridan biri bo'lgan bir projektdan bu tadqiqot dokulati o'ttirg'i chiqqan ekan. Demak, Xitoy hukumati mablag' bergan bir dokulat bo'lgan ekan, buningki ma'lum darajada siyosiy bir xohishni aks ettirganligini ko'rilishga bo'ldi. Gerçi buningki amaliy bir siyosatga aylanmasligi textcha noma'lum bo'lsa-mu, ammo shundoq bir tanlanmalarninki o'ttirg'i chiqayotganligini ko'ryapmiz. Adliya Kimkam demakchi bo'lgan, ilova qilmoqchi bo'lgan masala aslida shuni asos qilgan. Men bu bugungi temada bugungi programmada o'tirib qo'ymoqchi edim. Unda bo'lsa, Adliya Kimkam, siz ilovadan bakrak shuningki orqasiga yoshirilgan sabablar nima? Buningki qandoq bo'lib o'ttirg'i chiqqanligi yoki buningki ta'siri, oqibatlari haqidagi qarashlaringiz bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashsangiz. Köp rahmet. Çünkü ben bu to'g'riliq bir ikki qiz gap qilay deyishdiki, sebebim meningki yaqindan beri ko'zib kelgan ikki dona misol bor. Bu Xitoyninki ikkinchi poytaxtni bizning yurtimizga simbollik bo'lsa-mu, bence bu dokulatni chiqarish orqali Kompartiya kelgusida buni qurib qilish ehtimolining yuqori deb qaraydigan buning bu nimamni argument yoki bu so'zimni ta'kidlaydigan ikki dalilim bor. Birincisi ma'lum bo'lganidek o'tgan yili Qozog'istonda bir voqea chiqdi. Qozog'istonda voqea chiqib, Almatodagi aydurumlarni chiqib tashladi. Almatodagida ketib qoldi, shundaqmi? Ammo Qozog'iston hukumatı vayron bo'lmadi. Qozog'iston hukumatı ketib qolmadi. Nima uchun? Şu vaqtdagi Nur-Sulton va bugungi Astana poytaxti Almatydan uzoq bir yerda bo'lg'achqa, ko'p qozoq fuqarolari u yerga berib, u poytaxtdagi amaliy huquqni qo'lga ololmadiki, bu Qozog'iston ketmadi. Ammo biz Bishkekga qarasak, Bishkekda namoyishchilar chiqdi. 3-4 tane prezidentini almashtirib oldu Aqsaroydan. Ma tarafdan kirdi, qo'g'laydi, a tarafdan chiqdi, yana birisi kirdi. Agar Bishkekdagilarni poytaxtini Bishkekdagi poytaxtni boshqa bir yerga yo'tkab, normal xalq boramaydigan qilsa, o xalq shaharni elib olgan bilan hokimiyatning markazini ololmaydi, huquq ketmaydi. Bu bir misol. Qisqacha to'xtaldim. İkinci birisi Misrdagi Arab bahorida milyonlagan insonlar tahrir maydoniga tushdi. Yangi Misr degan Misrninki raislik saroy oldinlarini besib oldi. Oxirida vaqtidagi nima rais Mubarak istifa berdi. Hakimiyetini askerge topshirib berdi. Ondan keyin o'xshashlam prezident Mursi saylangandan keyin Mursi mayanda bo'lsa bu namoyish orqali hukumatni tushagil oldi ekan deb, ya'ni bu safar askarlar va burunqi deymiz anaqa davlatniki odamlari o burunqidan ko'p namoyishlarni hazırlab Mursini yana hokimiyatini qo'g'lab tashladi. Bo'lgandan keyin bu hokimiyatni ag'arlar qanday qildi desangiz, ikki qatimliq namoyishi bilan ikki prezidentni almashgandan keyin unda bo'lsa biz markazni Qohiradan sidqi ashkasak bo'ldi ekan deb, yangi idoriy markazi deb 40 kilometr yiroqda, Qohiraning yiroqda hozir Qohiraning poytaxtini selavatdi. Bu poytaxtdagi milyonlagan odam bog'icha 40 kilometr yo'lni besib menish kerak. Sara yo'l. Bu yerda askarlar to'sib olsa baranmaydı. Ve bu yeni silingan paytaxtda hayat şunda qimmat. Çünkü bir yerga silingan binalarımız Xitoylar tarafidan silindi. Apartmanlar, ticari merkezler, elish-verish merkezleri silindi. Ondan keyin deymiz oliy darajadagi o'ltiraq yerleşim merkezleri qurildi. Bu yerga Misrdagi en yuqori tabaqadagilar, pul borlari va hozirgi mavjud sistemni foydalanganlar yashaydi. Normal fuqarolar bu yerga kelinmaydi. Demak, bu yerdagi hokimiyat yana o'zini uzun muddat Misrni boshqarish nimasini aminlikka oldi. Endi men Xitoyningki bu poytaxtidan birini bundan yo'lga chiqib, Xitoy Kompartiyasi bu huquqdan mahrum bo'lmaslik uchun, bu huquqdan mahrum bo'lish uchun Xitoyningki eng chong ikki dushmani bor deb qarayman. Biri öz halkı. Çünkü Xitoy komünist hakimiyeti
en köp meblağını içki amanlıkka harclamadı. Meyli istihbaratı bolsun, sakçıları bolsun, küzütüş oraları bolsun ve hazır bizden Şarkı Türkistan'daki mahallege kurulgan sakçı idarelerini yakından beri Xitay'nınki her rayonundaki mahallege kuruşka başladı. Bu şu demedik atalmış Şinjan'daki sakçı nemeleri obdan işledi. Biz bir yer kursak buldukken ilişki başladı. Ve Ürümçideki otketken Covid devrede otketken bina karşı namaş kılıp çıkanlarını köydü. Demek eğer Xitay birerler hatalık kıpsasılan bir taraftan halkı bunu hücum kılsa, bu halk belki beziveliş mümkün bu da. O vaxtda qanday qılıdı? Bir türkümleri kaçıp işkence paytaxtı kelse oğu ketmey degenge. Bunu oyladı dep qarayman. Yenin biri eğer navada bir yerde bir sokaş bop qalsa Xitay deniz taraftan üzüne qoğdayanmay bu O'rta Asiya tarafga, Rusiyaga yaqin tarafga üzüne bir emirlikka tutuşqa bir yol izleydi dep qarayman. Ve üçüncüden Xitay'ınki O'rta Asiyadaki təsirini küçeytiriş üçün, O'rta Asiyanın teximi alqınığı ele biliş üçün ve Rusya bilen bolğan işbirligini teximi küçeytiş üçün ve Rusya bilen bugün Xitay'ınki askeri cihatlam emas, diplomatiya cihatlam emas. Biz bugün dünyadaki Xitay ve Ruslarning teşviqat vasıtasıyla qaraydigan bolsak, bularning qanchalik yaqindan işbirligi elib borayotganligini ko'ralaymiz. Meyli ijtimoiy taratqularda bolsun, meyli dünyadaki her xil televizyon, media kanalları bolsun, bular yakından işbirliği elip beriyotydy. Şunun için ben bu 3 nokta nazardan, yani birincisi halkını qilish üçün, hakimiyetni мәңгі saqlab qilish üçün, ikinciden O'rta Asiyadagi ta'sirini kuchaytirish üçün, ondan keyin Rusya bilan bo'lgan munosabatini va Rusyaga bo'lgan ta'sirini ko'rsatish üçün ve ahirida Sharqi Turkistonni Xitoyninki tegicha bu qadar irqiy qirg'inchilikni elib berib, bu qadar zulmni qilib, o'zininki bir yerdan xotirjam bo'lolmaganligini, yani bir yerninki мәңгі Xitoy tuproqi bo'lmaydiganligini o'zining his qilganligi uchun bu dokladni e'lon qilg'izib, o'zlarining orasida bir aloqa so'zlatib, undan keyin buni balki planga qo'yishi mumkin. Hamda bu Xitoylarda davamlı bu planlar köp bo'layotydi. Bizdeki Şarkı Türkistan'daki bu irqiy qirg'inchilik 2014 aktiv jihati boshlangan bo'lsa, bu 2004, 2005, hatta bu Ürümçideki 2009'daki irqiy qirg'inchilikni Ürümçi qatlamini Xitoylar tarafidan kuchkartilgan ve uyushtirilgan ve bununki planları Nanjingda, Lanzhouda yezilgan ve Uyg'urlarni qanday saklatib, qanday tuzaqqa tushirishimizda qilgan planlar deb qarayman. Xitoylar bunday planlarni köp qilyapti, oldini o'ylayapti, tadbirlarni elayotydi. Hem de biz Uygurlarga tushgan, meyli Uygur halkıga, Uygur teşkilatlarına, Uygur rehberlerine tushgan bu. Biz fakat faaliyetlerimiz bilen, özümüzdeki gündelik işlerimiz bilen, o elbette mühim iş, meşgullar bo'lmasdan belki Xitoyninki nimelerini qilmoqchi, qandaq niyetleri buluş ihtimali var, nimelerini peraz qila olamiz, dünya vaziyeti nima, bizning bugungi ahvolimiz nima, bugungi Sharqi Turkistondagi amaliy vaziyat nima degan bu haqda to'xtalib o'tishimizga ündeklaydigan bir doklad deb qarayman bu dokladni. Undaqda sizningcha bo'lganda bu Xitoyninki agar Sharqi Turkistonda bir yangi poytaxt qurish amalga oshsa, gerçi Xitoyning an'anasida bo'lib kommunist Xitoyning an'anasida bir ikkinchi poytaxt qilish hozirgacha yo'q. Buchaq qismi Xi'an, Guangzhou degandek bir qism shaharlar tavsiya qilingan, ammo amalga oshmadi, rasmiy siyosatga aylanmadi. Bu qatimqi dokladninki xabarga Janubiy Xitoy sahar gazetininki xabarga Xitoydagi bir Beyjingdagi bir tadqiqotchininki nomsiz bergan bir bayonotida buningki biraz jiddiylikini eskartgandek bir ishorat bor. Agar bu shundoq amalga oshib qolsa, u chaqda buningki hozirgi Beyjing bilan, ya'ni markaziy hukumat bilan Sharqi Turkistondagi Xitoyninki yerlik hukumat o'rtasidagi munosabatninki qurilmasi bayatlik o'zgardi. O chaqda sizningcha hozirgi shaklan avtonomiyami tamamen amaldan qolamdi. Ya'ni bu xil o'zgarishlarda qaysi shaklda ko'rasiz? Qanday shaklda o'tirib chiqildi deb qaraysiz? Ben bu hozirgi atalmış Şinjan Uygur Avtonom rayonu degan bu hukumninki Nurbekir'ninki tushishi bilan, Nurbekir'ni turmug'i sulash bilan bu tamamen tugadi deb qarayman. Chunki bu jazo lagerlari boshlangan vaqtida bilganingizdek
bu ceza lagerleriga tuncu tutulganlar, puluvarları olsun, pulluklar, akıllıklar, bilimlikler, ziyaliler, ulemalar, cemiyetlerimizdeki bizdeki egişip mağdına rehberlerimizi tutuş buyruklarının hemmisi Şinjan'ın işini beceriş idaresi de bu Beijing'deki merkezde kurulgan bu idare tarafından icra kılındı. Hatta bununki bazı demeleri, hukumları Ürümçi'de ya ki atılmış Abdülrahim'in hükümet demelerinin haberi olmasından mağan işler mevcut. Hazırlıklı materyaller karga vaxtıda. Bence o hukum tamamen tügüdü dep qarayman. Onunki bu nemeninki Maşumri'ninki bu ötkendeki 27-31 Mart arasındaki oturasya ziyaretim şunu ispatlaydı ki Maşumri artık Şinjan atalmış Şinjan uygun Abdülrahim'in partiyanınki sekreterle buklamasından o Pülüt Bürosu'nun kimi azası merkezden. Ondan boğandaki bu merkezden edim, merkezden başkuruludu dep qarayman. Onunki bu alaka biz bunda oylasak olmaydı çok. İkinci paytaxt degan gap bu çoğum bütün ministerliklarni, parlamentini, saraylarni, o hamma narsani çoğum yotkab keladi degan gap emas. İkinci paytaxt degan simbollik bo'lishi mumkin. Bu yerda bir davlatninki ichki masalalarini ijro qila oladigan askeriy, istihbarat, amallik, diplomatiya bütün linyaları hazır bir kuruluş, bir muassese degan gap. Yani sen Beijing'de oturup bu işini kılalaysan, mesela Xi Jinping bugün Beijing'de oturup bu işini kılalaydı. Eğer bir yerde bir bina selinse, oşunda bir saray selinse, Xitaylarınki bütün demirleri kurulsa, bir yerde mi kılalaydı degan gap. Kurup mu kılalaydı degan gap. Mesela bu Amerika'da Camp David dep reislarınki ikinci bir sarayımı var. Bazı vaxtlarda Washington'dan çıkıp o taraflarda idare qilib ketib boradi. Şunun o'xshagan bir narsa bo'lishi mumkin, ama bu meyli simbollik bo'lsinmi, amaliy bo'lsinmi, agar bundaq narsaniki bir bizning vatanimizda bu mavjudga chiqib qolish ehtimoli yuqorida qiladi bo'lib qolsa, bu biz uchun texmi oqibati ig'ir bir ish bo'ladi deb qarayman. Bu uçakda Xitay'ınki Şərq Türkistan'a texmo Çin yepişqanlıqı, texmo Çin oturğanlığının bir işareti buldu da bu məlum mənada aytqanda ikki narsadan direkt bilishim mumkin deb o'ylayman. Biri növbəti Xitay'ınki mərkəzi hökumətdəki tədbir belgiləyiciləri Uyg'urlarni biz bastırıb bolduq. Endi bular mayetlik xatar epkilenmeydi deb qarğanlıqıdan direkt biridir. Yeni biri bunu amalga oshirish uchun Uyg'urlarni texmi qattiq bostirmanki, bu yer texmi xotirjam va buni amalga oshirishga muvofiq holga kelsin deb o'ylaydiganligidan direkt biridir. Sizningcha qaysi xil qarash kuchli bo'lishi mumkin? Ya'ni Xitoy hukumati hozir biz Uyg'urlarni bostirib bolduq, endi yo'qotib bolduq. Bular bizga tahdid bo'lamaydi deb qaraydigan holga keldimi yoki bu xil muhitni hozirlash uchun texmi kuchli bostirish, qirg'in qilishni davomlashtiramdi? Bunun da mavu deb qarar qilish biroz qiyin. Menimcha bunun da ikki ko'z qarashninki ikkilisininki nayti to'liq o'rni bor deb qarayman. Biri Xitoy bizning Sharqiy Turkistonni o'zi varanqig'idek, jakarlig'idek tamamen muqim bo'ldim deb bundaq bir ishonchiga kelmaganligidan direkt bir deb qarayman. Chunki kelgan bo'lsa, undaq bir narsaga ehtiyojim tuyulmaydi deb qarayman. Chunki bunda kelinmasligining sababi Uyg'urlarni sulib oldi. Shundaqmi? Qozoq, qirg'izlarni sulib oldi. Bizga zulmni qilyotdi. Vatanda tinqili nafas og'ili qo'ymayotdi. Ammo biz Uyg'ur xalqi taslim bo'lmadik. Bu Xitoyga qarshi qilayotgan bu harakatimiz xalqaroda taslim bo'lmadi. Bu qanday bo'ldi desangiz, bugun biz Sharqiy Turkistondagi bu zulmni Türkiye ve Müslüman ve insani bir dünyada bir hareketke aylandırıp Xitayning bu zulmüge karşı bir iradeni müstehkem tutup kelyapmiz. Bu iradeni Xitay bizden yo'qotgani yo'q, yo'qotligini yo'q. Qattiq tirishga ketib boradi. Ikkinchidan, bo'ldi buni men muqimlashtirib bo'ldim degan o'yimi bo'lishi mumkin. Men buni endi muqimlashtirib bo'ldim. Tamamen üzerinden kuluğu öttü. Ötkendan keyin endi berib buning ustiga dasab o'ltirishim kerak deb o'ylagan bo'lishim mumkin. Hem de bu hazır kadar qarang, biz mushu Xitoyninki planlarga qarasak, bo'libmi New York Times'ninki Xitoydan qo'lga tushgan materiallarininki xulosasiga qaraganda,
Xulasıga qaraganda Xitaylar bu bizning yurtda eg'ir bir irqiy qirg'inchilikni planlagan, irqiy qirg'inchilikni appagan. Ama hatta qarangmışı biz köpünçimiz davatımız, dünya matbuatı bizni qo'llayotidi, g'arb bizni qo'llayotidi bu davatımız ama New York Times aşı dokulatını to'liq o'ttirg'a qo'ymadi. Xulasını e'lon qildi. O dokulatda nimalar batdı bilemsiz? Belki sanspirlar batdı. Xi Jinping'nin gaplari batdı, sözleri batdı. Belki bu Xi Jinping'nin xalqaro sud jinoyatiga apirdigan delil isbotlar batdı. Xitoy yana bir kelgan vaqtida qizil chizgisini chizib, New York Times'dek gazetnimi bir nimasiga o'ltag'izdi. Xitoy bütün diginni mening demoqchi bo'lganim chet eldagilarmi, g'arbdagilarmi, musulmonlarmi, qo'shnilarmi, ishdagilarmi hamkorlashdi. Ama bizne Uygurlarını tamamen avazsız, tesirsiz halga ekilenmedi. Biz bugün Xi Jinping'nin 10 yıl burun ilan kılan Baydap ötkünümde bir yol bir belvaq yoki bir yol ming tuzak degan projesinin mağlup buluvatkanlıkını ispatlaşka tirişivatimiz. Çünkü devletlerini bu paraxorlukka, devletlerinin kanunlarını veyran kılışka, bexaterligiga ta'sir qilishga ko'zishga başladı ve qazga boğuşga başladı. Bularni ko'zish orqali ve Xitoyninki qandaligini menimcha biz davomli deb kelganimiz bor. Uyg'urlarning qo'limizda bizda shunday bir bilim borki, biz Xitoylarni bakobdan bilamiz. Biz milyonlagan qonning bedeliga qo'lga keltirgan bir tecrübemiz var Uyg'urlarda. Bu bir ilim bu. Bu ilimni biz hozir Xitoyning düşmanlariga depireleymiz. Xitoyni tushundirolmaymiz. Xitoyning qanday mang'adig'ini, qanday ko'lidig'ini, qanday o'ylaydig'ini, qanday aldaydig'ini kulib turib, nimani qildig'ini, nima deb turib, nima qilmaydiganliklarini biz obdan bilamiz. Bizningki analizimiz hozir xalqaro davlatlarda, diplomat nimalarda ta'sirini ko'rsatishga boshladi. Jumladan biz bugun Xitoyninki dünyada bir diktator, insoniyatga qarshi, bütün dünyadaki insanlar bundan bir nefret qilishga boshlaydigan bunday bir sistemga akilalidir. Mesela ben bir yerde yeni bir noktani to'xtalib o'tmoqchi. Nima uchun men davomli Uyg'urlar biz to'xtamasdan texmi vazirlik qilayotgan ishimizni aslab oshirishimiz kerak deb. Chunki biz Uyg'urlar buni Xitoylar milyonlagan insonlarni tutilish orqali bizni qilishga majburladi. Vatandagilar bedel to'ladi, chet eldagilar harakat qildik, biz qildik. Mesela Tibetliklar qarasangiz, Tibetliklar ko'pinchisi chet elliklarni ishlatgan. Chet elliklar qilib berdi degan, oxirida berib o chet elliklarni bir yerga borgan vaqtida o'zining ishi bo'lmagan ekan, o'zi buni oqibat chekmagan ekan, o insan azaplangan insandek ta'sir ko'rsatmaydi ekan deb qarayman. Gapimni xulosalasam, Xitoyninki bu ikkinchi nimani poytaxtni qurayman degan masalasini Uyg'urlar, Sharqi Turkistonliklar yaqindan kuzatishimiz kerak. Bunga qarshi tadbirlarimizni elishimiz kerak. Bu qanday bir bo'z qanday bo'ladi, bo'miz qanday bo'ladi, buni o'ylashimiz kerak. Chunki bizning qo'shnilarimiz bilan bo'lgan bu Xitoyning munosabatlari bevosita bizga ta'sir ko'rsatadi. Ko'p rahmat. Deganimizdek bu intayin kishini jalb qiladigan, hayron qoldiradigan, ham o'ylantiradigan bir tema. Bu vaqtdagi taraqqiyotlarni yaqindan kuzatish bizningki keyin oldigan qarorlarimiz, tadbirlarimizga nisbatan intayin muhim. Bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtirsak, boshqa qatadigan gaplarimiz bo'lmasa, ko'p rahmat bo'ldi bu yerda. Qatnashganingiz uchun ko'p rahmat. Suyimli ko'rmanlar, kelasi son programmamizda ko'rishguncha Allohga emanet. Aman bo'linglar, Allohga emanet.